Mana shu kompyuterim eski kompyuter. Alam tashlamagan ekanman. Apparatlarim ham bor ekan. Hamma yo'q. Turgan ekan, hech kim tegmaydi bularga. Hozir ko'pchilik biladi mana shu ustalar nima uchun kerakligini. Nima uchun kerakligini bilasizlarmi? Obunachilar. Bu probeg uchun kerak. Ya'ni probeg aylantirish uchun iPro'lar, upalar, nasatkalar, har xil turdagi mashinalar uchun. Kecha bitta mashina ko'rib berdik, kompyuterni ko'rdik. Eski kompyuterni ochaman. Kecha bitta mashina ko'rib berdik. Detavrni aka probeg bo'lmaydi, qila olmaydi deb olishdi dedi. Shuga savolga javob. Ular to'g'ri Jettani ver iPro degan programma bor. 2-3 ta bor, lekin to'g'ri mana Haval M6 chiqib turibdi. Ular qanaqa qilishlarini React Infoclass bo'ldi, ekromlar hamma yozilgan. Ular China Jetavr yozilmaydi. Ularda men aytaman sizlarga, ularda Cherry motor turibdi. Ya'ni Cherry elektroobroddan turibdi. Yani Cherry bilan qilinadi. Shu masaladan qidiramiz mana. E'tibor qilinglar. Qancha Gazel, Daewoo, modellarda вообще hammasi buni Haval, Gili, Gazel, Photon, Cherry, mana Cherry. Ko'ryapsizmi? Cherryning turlari bor mana. Cherry bilan probeg bo'ladi xullas. Akam aytadilar $100 beraman deydilar, sen probeg qilib bersang. Akajon, biz probegni bor-ku, PayPal bo'lsam, onasini endirganmiz paytida aka. Odamlar $50 ga probeg qilsa, biz 500 mingdan boshlab tashlagan, 300 mingdan qilib tashlaganmiz paytiga. Sindirib bo'lgan probeg qilish davriga. Kim probeg o'rgan o'tib sindirgan, narxdan sindirgan, mana shunaqa bo'lgan mana. Agar kelsangiz, men sizga joy ko'rsataman, qancha modullar bor. Bular modul hisoblanadi. Ya'ni o'sha mashinalarni nima deydi? Firmalar deydi-ku, sizda mana. Agar bunaqa moduldan yetishingiz ham kirmasa kerak. Mazda, MG mana, MG aka, MGni endi siz kelgandir sizga, bizga. MG bizda bor programmasi. Bu mana Mercedes, Mazda, MAN, Land Rover deganlar bor ekan, ko'ryapsizmi? Agar Lamborghini akajon, bunaqa siz birov biz ustalar bilan hazillashmang aka. Jon aka, aytmoqchiman Infinity. Mana turi bor aka, Infinity mana 678 ta markasi aka. Ular uchun siz biz bilan hazillashmang aka. Biz qilamiz desangiz, ana $100 olmasdan ham qilib berib yuramiz. Mana shunaqa mashina probeg bo'lishiga ishonmaydigan akalarimizni jo'natamiz bu videolarni. Paytida Spark probeg qilardik, bu elektronika hech kim qila olmaydi degan gaplar bo'lardi. Lekin biz uni probeg qilib yurardik, jimgina, misol. Shunaqa davrlar bo'lgan. Akalar iltimoslar, mashina olasizlarmi? Akkuratliklarni tekshirib beramiz. Probeg bo'lmaganligini aniqlab beramiz. Kraska motorlariga qarab beramiz, ya'ni motorni yeyishi emasligiga qarab beramiz. Kraskalarga yuzga javob beramiz. Agar shu biz noto'g'ri informatsiya bergan bo'lsa, qayerdan o'sha pul qaytarilib beriladi. E'tiboringizga rahmat, jonlar sog' bo'lsin, ehtiyot bo'linglar.